Alem to'lg'an qiziqchilikqa, ömrimiz to'lg'an tirikchilikka, ko'nglimiz to'lg'an usul naqsha xushtorlikqa, nafsimiz to'lg'an xumarlikqa, ko'zimiz to'lg'an to'ymug'irlikqa. Amdi aytqina do'stim, mushuning uchun keldikmi biz bu alamga? Haqiqat, keldik bu dunyoga kiyimsiz, ketimiz bu dunyodan o'rilib bir qor oxiratga. Shu vaqtda nadi qoldi jiqqan dunyoring, nadi qoldi billa yurgan do'stlaring. Oylan do'stim, oylan. Haqiqat Allah, haqiqat Qur'on Karim, haqiqat sunnat, haqiqat jannat, haqiqat tozaq. Biz inson demakchi untig'aq. Kechirim so'rayli Allohdan. Allah gunohlarni kechirguchi. Mana keldi aylarning ulug' iyi, Ramzan iyi keldi. Bu ayda shaytonlarni bog'lab, tozaq eshigini yepib, jannat eshiklari ochiq bo'ladigan ay. Mushundaq ulug' ayni qarshi olg'in, xush puroq bilan, dastarxon yeb, iftor bilan, pakkiz kiyinib, chiroyli kulkang bilan, iftor qilib, urug' tuqqanlar bilan, mayram purug'ini ko'rsatgin, o'ynab bolalaring bilan, tunlaringni o'tkazgin, duolar bilan, kechirim so'rash, tozaqdan saqlash, jannatni umid qilish niyating bilan. Biz insonlar tozaqdan qo'rqib, jannatni umid qilishimiz kerak. Ya Allohim, kechir bizni, bilib bilmay qilgan gunohlarimizni. Biz sizsiz aciz inson, siz kuch berguchi, siz rizq berguchi, siz barakat berguchi, siz jannat ado qilguchi. Kechir bizni ey Allah.